Mana 20-fevralda cho'jamizni ham bittasini sotuvga qo'yapmiz. Qiziqqanlarga yaxshi urug' ko'rpizchi. Hali endi xo'roz parlarini endi chiqaradi, xudo xolasa. 5 kilo oshiqroq bo'ladi. Holati 4 kilo yog'ida hozir. Lekin qichqirgani yo'q. Qichqirgan yo'q xo'roz. So'yilmagan qovun kelishtirib beraveramiz qiziqqanlarga. Katta xo'roz boqaman, davrani kattasiga olib chiqaman deganlarga, xudo xolasa kelishtirib beraveramiz. Cho'jani bog'i shu mana. Dumlarda mana cho'ja pardumlarini ham to'kkan yo'q. Mana hali turibdi. Endi bitta ikkita chiqarishni boshladi. Mana. Endi xo'roz dumlarini chiqaryapman. Mana xom. Xo'roz yelkalari mana. O'ta katta narsa bo'ladi bu. 5 kilo oshiq bo'lishi aniq. Qiziqqanlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirib beraveramiz. Boqib o'ynaganda rahmat aytib qo'ysanglar bo'ldi. Qolganini kelishtirgan holatda sotaveramiz akalar.